Ofiyat, xotirjamlik insonlarni ibodat qilishlik imkoniyatini beradi. Rasulimiz alayhissalatu vassalamning amakilari Abbos radhiyallohu anhu bir kuni Rasulimiz alayhissalatu vassalamning oldilariga kelib aytibdilarki: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, allimni shay'an as'aluhulloh azza va jalla." Menga Alloh haq azza va jalladan so'raydigan bir narsani o'rgating. Nima so'rang? Rasulimiz alayhissalatu vassalam ofiyat so'rang Allohdan dedilar. Ofiyat so'rang, xotirjamlik so'rang. Famakattu ayyaman dedilar. Yana bir necha kun o'tib yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga keldimda yana shu savolni berdim. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, menga bir narsa o'rgating, Allohdan so'rang degan edim. U zot menga qarab aytdilarki: "Ya Abbas" dedilar. "Ey Abbos, ya ammi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Ey Rasulullohning amakilari, Alloh taolodan dunyo va oxiratda ofiyat so'rang" dedi. Dunyo va oxiratda xotirjamlik so'rang dedi. Boshqa narsa so'rang.